briket nimasi bilan briket? Yaxshilab ahamiyat beringlar. Mana hozir bo'layotgan bular hammasi titib tashlab, individualniy hal 20 kiloda отдельный hal bittasiga o'zgacha mehr bilan qaraladi. Hop. Urug'lar har bittasiga bir xil sloy sepiladi. Mana shunday qilib hammasini rixlet qilib chiqiladi. Gaz obmen qilib. Hoppali ana. Yana urug' sepiladi. Har bir 20 kiloni har 3 qavatida alohida individualniy patrul qilinadi. Har bitta briket uchun 20 kilolik kompost uchun. Nima uchun yaxshi oqarishni ham ko'ryapsizlar. Fermentatsiyalar joyida hammasi. Mana endi 3-etapi. Tayyor mahsulotni ketdi mana bu jarayoni boshlandi. Bale bu. Bu yoqdan sekin dazmol. Bu yoqda bo'lsa eko hayot kompostlari tappa tayyor.